Hozirgi kunda eng qimmat akkaunt Q8 akkaunti. Lekin men hozir ko'rsatib turgan akkauntim agar haligacha bo'lganda 100% javob beraman. Dunyodagi eng qimmat akkaunt bo'lardi va zavasi eng ko'p akkaunt bo'lardi. Tasavvur qilsizlarmi? Akkauntda 45 ta zavasi bor. S2 dan boshlab shu paytgacha bitta qoldirmasa zava olingan. Buni tushunishingiz uchun uncha akkauntda yo'q. Bugungi videomizda O'zbekiston tarixida hali hech kim qilmagan kontent dunyodagi eng ko'p zavali akkauntlar. Ya'ni tushunishingiz uchun dunyoda eng ko'p zavasi bor akkauntlar top 1-o'rin, 2-o'rin, 3-o'rin kimnikiligini hozirlar bilan birgalikda mana shu videoda ko'rib o'tamiz. Assalomu alaykum barchalarga sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xo'sh, videomiz qanaqa bo'lishini tushunib oldinglar. Demak, videoni boshlamasdan oldin sizlarga har doim aytib o'tganman. Prosta tak mana shu videoni ko'rib turib tekinga UC ishlab olsanglar bo'ladi. Buning uchun shu videomizga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar va kommentariyaga 5 ta kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab, o'z UC'sini tashab beramiz. Tak ko'rishinglar mumkin, mana shu yerda chiqadi. Bundan oldingi videomiz g'olibi bu kishiga UC'larni tashab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, shartlarni to'liq bajaringlar. Etak yana bitta narsani eslatib o'taman. Ovozga ahamiyat bermaysizlar. Bir safarga grip bo'lib qolganman, sezinglarmi yo'qmi? Orada ancha kontent qilmay qo'ydim. O'shaning uchun majburiydan turib kontent qilyapman. Sizlar uchun kontent, men kontent qilmay qo'ysam aktivim tushib ketib qoladi. Tak что bir safarga to'g'ri tushunasizlar. Demak, bitta videoni boshladik. Bam. Demak, tayyor bo'lsanglar, birinchi akkauntimizni ko'rib chiqamiz. Men bitta narsani ma'lumot sifatida sizlarga aytaman. To'g'risi, men hozir bu akkauntlarni o'zim ham ko'rmaganman. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Lekin hozirga ko'rsatadigan akkauntim dunyodagi eng ko'p zavasi bor akkauntlar. Cho'chimanglar. Tak, ID'siga yaxshilab e'tibor beringlar. Men copyright qo'yganman. Xo'p, bitta ko'ramiz. Men brat qaranglar. Men brat taniydigan bormi? Men brat taniydiganlar bormi? Qani savol. Mana shu brat taniydiganlar bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar. Bu brat kim edi? Bu tanishlikka men eslolmadim. Okey. Eng qizig'i hozir o'sha bo'lgan momentda shuni kesib turib Instagramga qo'ysanglar, shunaqangi rekka otadi o'sha brat bor, ramkasining ichiga kirdim-ku. No, oranglarda shunaqa editorlar bo'lsa, shuni edit qilib bitta Instagramga qo'yinglar, shunaqangi otadi rekka bor. Demak, chalg'imaymiz, ID-ni yozdik, poyz beramiz. Uje mana hayron qoldiryapti. S2 zavasi bor akkauntda. Tak, kiramiz. Xo'p, bu yerga o'tamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, ramka turibdi. Yana bitta narsa. Endi bu narsa bo'lishi mumkin emas-u. Nikiga e'tibor beringlar. Asl 24 o'zbekning niki turibdi. Men shunga hayron qoldim. Endi mojid bilmadim. Tak, endi ruslarning niki asl bo'lmaydi, arablarning niki asl bo'lmaydi. Endi bilmadim endi bu qaysi davlatga tegishli nima bu. Tak, chalg'imasdan bo'pti, ko'ramiz. Akkauntda 45 ta zavasi bor. Tushunishingiz uchun shu S2 sezondan boshlab xuddi shu sezongacha polni zava olib kelingan. Qayerdan ko'ramiz desanglar, mana bu yerda mana tak ko'rinyapti, mana shu 45 ta zava turibdi bu yerda. Bitta ustiga bosamiz. Tak, mana. Endi o'zimiz uchun ham ko'rib olaylik bu akkauntni. Mana bu yerda turibdi o'zi 45 ta zava. Mana bu yerga bosamiz. Randomni xohlagan sezonga o'tamiz. Mana S2 sezonga bitta bossak, mana zavani ko'rishingiz mumkin. Asga chiqib zava olingan. Buni ko'p kishi biladi, ko'p kishi bilmaydi. Asga chiqsa zava beradi. Bilmaydiganlar uchun aytyapman. Top asga chiqib top 500 talikda tursanglar, sizlarga zava beradi. Tak, bu akkauntda shunaqa qilib zava olingan ekan. Xo'p, yana tekshiramiz. Randomli. Okey, mana S10 sezonni ko'ring, 16 sezonni ko'ramiz. Yaqin Sharq ko'ramiz. Qaysi regionda zava olingan bu akkauntga? Vot mana Shimoliy Amerikada 16-sezonda asga chiqib zava olingan 4200 ochko bilan tak ko'rdik. Xo'p, yana randomli. Okey, mana bu sezonni ko'ramiz. Tak, Yaqin Sharq. Vot mana as dominatorga chiqib zava olingan ekan. Bu akkauntda короче, tipa sezon kelsa yo'q, sразу o'ynab turib shu 2 kunda, 1 kunda zava olingan ekan. Shu asga chiqarib, as dominatorga chiqarib zava olingan ekan. Unaqa oxirigacha o'ynab zava обязательно voy, nima dedim? Qaror tilim kelishmay qoldi. Обязательно zavaga olib chiqib zava olinmaganda, asga chiqib, as dominatorga chiqib, shuna qilib zava olingan ekan. Tak, bo'l, yana nima? Hozirgi sezonlarni ko'ringlar mana. S9, S27-sezonda as dominatorga chiqib zava olingan ekan. Bu yerda mana
ko'rishimiz mumkin. Har bitta sezonda обязательно как положено zava olingan bu akkauntga. 45 ta zava. No endi bu akkauntni narxini endi o'zingizlar tasavvur qilaverasizlar. Takoy bitta moshinachaning puli bor-da bu akkauntda bor, bir ham kattaroq moshinaning puli bor akkauntda. Demak, mana birinchi akkauntimizni ham ko'rdik. Mana shunaqa 45 ta zavali akkaunt. Bu menga to'xtaylik, RPSni ham ko'raylik-da bu akkauntni. RPS S2 dan o'ynalyapti. Mana buni qaranglar. Eng menga bitta narsa qiziqdi. Tasavvur qilinglar, S2 sezon o'zi public boshlanganda shuni kiryapti, zavolish miyaga kelganmi shu paytda? O'sha payt zavolyapti. S3 sezon o'ynagan zava bor. S4 sezonda akkauntga polni donat qilishni boshlagan ekan, mana ko'rishimiz mumkin. Bitta ham qoldirmasdan donat qilib kelinyapti, o'ynab kelinayotgan akkaunt. To'g'risi, ozgina mana tak adashib ketyapman. Narsalar bo'lyapti. Bunga sabablar bor. Demak, grippman, tez gapiraman deb chalkashib ketyapman, shunaqa narsalar bo'lyapti. Xo'p, birinchi akkauntimizni ko'rdik. Endi ikkinchi akkauntimizni ham ko'rsak bo'ladi. Undan oldin masalan bitta narsani iltimos qilaman. Video davomida o'sha iltimosim uchun sizlarga zo'r narsani aytib o'taman. Tak, men iltimosim shundaki, YouTube kanalimizga bizda 2 ta strike kelgan. Tushunishinglar uchun, YouTube'ni tushunadiganlar biladi, tushunmaydiganlar uchun yana bitta dona strike kelsa, bo'ldi. Bizning YouTube kanalimiz ya'ni taktugi bilan YouTube'dan o'chib ketadi. O'shaning uchun sizlardan maksimalni podдержка kutib qolaman. Mana shu videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Mana shu videoni ikkinchi kanalim bilan ulab qo'yaman. Yangi ochdim. Tezda o'sha kanalimga o'tib turib, podpiska knopkasini bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Menga hozir podдержкаlar kerak. To'g'risi, menda anchagina motivatsiya tushib qolgan. Mana shu videoni minimum 20 mingta odam ko'radi, maksimum 200 ming, 300 ming odam ko'radi. Hech o'sha 20 mingta odamni yarmi like bo'lsa 10 mingta like bo'ladi. Bitta rekord qo'yib beringlar, shuni like ga bosib, podpiskani tashlab, ikkinchi kanalimga o'tib podpiskalarni tashlaylar. Hozir masalan video davomida ajoyib yangiligim bor. Xo'p, unda ikkinchi akkauntimizni ko'ramiz. Davaydi. Taxmin qilinglarchi, keyingi akkauntimiz qaysi akkaunt bo'lishi mumkin? Bu akkauntni men to'g'ri kutmagandim, real aytaman kutmagandim. Hozir ID'sini poyib berib ko'rdim videodan oldin. Hozir ko'rib shokka tushib qoldim. Davaydi, shuni videoni pauza berib turib kommentga yozinglar, qaysi akkaunt deb o'ylaysizlar? O'ta mashhur akkaunt. Bo'ldi, endi akkaunt ID'siga yaxshilab e'tibor beringlar. Bu akkaunt Q8 akkaunt ekan, men to'g'risi bilmasdim. Mujikcha aytaman, bilmasdim. Kirib ko'ramiz. Akkauntda jami 46 ta zavasi bor. Mana buni qaranglar, turishini, mana bunga nima bo'lgan? Mana buni qarang. 46 ta zavasi bor. Bu yerga akkauntda 45 ta edi, bunda 46 ta zavasi bor. Endi, tushunishinglar uchun bu hozir payt dunyodagi eng qimmat akkaunt, o'zingizlar ham bilasizlar. Menga bilardim, lekin zavasini bilmasdim. Tak, yana bitta narsa ma'lumot sifatida aytib o'taman. Roppa-rosa 1 yil oldin bu akkauntniki Gen Kez degan ekan, qaranglar. Roppa-rosa mana hozirlik ko'rinadimi yo'qmi? Hozir men sizlarga harakat qilaman ko'rsatishga. Mana bu takoy, mana ham yerda ko'rinyapti, mana. Voy. Mana qaranglar, Gen Kez. Niki Gen Kez bo'lgan ekan. O'sha paytda bu akkauntda S2 zavasi bo'lgan ekan profilda. Qaranglar, 1 yil oldin akkaunt umuman boshqacha edi. 1 yildan keyin akkaunt dunyodagi eng qimmat akkauntga aylandi. Tak, obzor qilishim shart emas. Faqat zavalarni ko'ramiz. Tak, ketdi. Endi qiziqdi. Randomni. Okey, mana S2 sezon ko'raylik. Yevropa Sharq server. Mana qaranglar, ko'rinmayapti. Zavasi yo'q. Shunda menda bug bo'lib qoldi yoki bilmadim. To'g'rida boshqa sezonlarni ko'raylik-da. Tak. Vot, mana endi ishladi. Tushunmayapman, to'xtaylik. Hozir shunda ham mana shuni ustiga bosamiz. Joriy sezon, mana S2. Nima aniqlar chiqmayapti bu? Короче, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. As dominatorga chiqib zava olingan ekan, lekin boshqalarni ko'rib bo'lmayapti. Mana bu yerda asga chiqib S8-sezonda ana shuni ko'ra olmayapman. Bu qanday? Lekin akkauntda zavasi bor, 46 ta zavasi bor. Bu yerda ko'rsatmayapti. Mana короче, dokanatga tushish kerak edi. Boya ko'rgan bo'lsanglar, Aziya, shunaqa narsalar chiqyapti. Menda bug bo'lib qoldim, bitta kirib chiqaydi. Davaydi, boshqatdan bitta ko'raylik. Xo'p, mana bitta kiramiz. Resk o'tkazib olamiz.
Tak, bu yerda mana buni ustiga bosamiz. Yo'q, baribir yo'q, bu yerda chiqmayapti. Yo'q, bunisi endi Ultimate Royale-da, to'g'rimi? Mana zavalar, bu yerda mana zavalarni ko'rishimiz mumkin. Jami, короче, akkauntda 46 ta zavisi bor. Da, bunga nima deb ham deyishni bilmaymiz. Bo'ldi unda. Boshqa narsasi kerak emas, chunki bu akkauntda obzor qilish hojati yo'q. 3-akkauntimizni ko'ramiz. Hozircha tak eng ko'p zavisi bor akkaunt shu deb turaylik, davaydi. O'rtoqlar, tayyormisizlar navbatdagi akkaunt ko'rishga? Unda ketdi, ID'siga e'tibor beringlar. Bu akkauntimiz endi so'zsiz S2 zavisi bor, chunki hozir ko'radigan akkauntimiz barchasida S2 zavisi bor, chunki bular dunyodagi eng ko'p zavisi bor akkauntlar. Xo'p, hozir kirib ko'ramiz. Undan oldin sizlarga boya aytdim, yangiligim bor deb. Sizlar meni maksimum podдержка qilinglar, like bosib, podpiskani tashlab, mana shu banddan olib chiqinglar. Sizlarga nima evasiga desanglar. Xo'p, qayerdan arzon yuz olishni bilmayotgan bo'lsanglar, poiskga Real PPM deb yozasizlar. Nima uchun arzon dedim? Tak, bizda har juma kuni juda ham katta skidka bo'ladi. O'zbekistondagi eng arzon UCSers bo'ladi. Men 100% javob beraman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'zi narxlar O'zbekistondagi UCSerga qaraganda ancha arzon. Bu ikki. Uchinchisi, tak, hozir mana shuni YouTube kanalimga podpiska tashlab, ikkinchi kanalimga ham kirib podpiska tashlab, shu skrin olinglar. Qachonki sizlarga 100 kerak bo'lganda, shuni adminga o'sha ikkita skrin tashlab turib, men YouTubedan keldim deb yozsanglar, sizlarga skidka ham qilib beradi. Tak, hali hech qaysi UCSerda bunaqasi bo'lmagan. Tak что, menga podдержка qilinglar, men sizlarga UC bo'yicha podдержка qilaman. Qimmat olib yurmaylik. Demak, yana bitta aytib o'taman, poiskga Real PPM deb yozsanglar, meni kanalim chiqib keladi. Unda biz akkauntni ko'ramiz. Tak, kirib ko'rdik. Vo, men sevgan setlar. Babe, sapsar. Akkaunt egasini didi bor ekan. Qaranglar, didni qaranglar. Mana qaranglar. Qo'lida sariq, anaqa butil, nima edi bu? Короче, sariq. Esimda yo'q, короче, sariq, anaqa beysbol nimadir, men bilmayman-da. Bita. Bizning tilda bita deydi, okey. Tak, sumka sariq. Tepasi eti beb, pastki set beb, oyoq kiyimi, ipli sochini qarang, sariq qo'yib qo'yganda. Endi akkaunt egasida realni did bor ekan. Tak, S2 zavi. Akkauntda jami 45 ta zavisi bor ekan. Xo'sh. Opsi hozir 3 ta akkaunt ko'rgan bo'lsak, ikkitasida 45 ta zavi, bittasida 46 ta zavi. Tak, endi ko'ramiz. Bu yerda mana kirib ko'ramiz, xohlagan sezonga mana. S2 bo'lsa S2, mana S2 sezonda asga chiqib zavi olingan. Bu yerda mana tak nima 12-mavsumda qaysi Janubiy Amerika, Xo'jaobod yaqin sharqda olingan desam, yo'q, bu yerda umuman olinmagan zavisi. Bilmadim endi. Qaranglar, eng qiziq bu yerda almazda turibdi, nimaga zavi ko'rsatmayapti? Har bitta sezon olinyapti. Chota men nimadir nitoq qilyapman-da, borib ko'rish bilmayapman. Bor o'shanga mana boshqa sezonlarni ko'raylik-da. Shu nimadir nitoq. Короче, S3, S7 sezonda Astamnatorda zavi olingan ekan. Tak, bu yerda mana bu yerda mana qarang, даже platina turibdi-da bu. Shu men nimadir nitoq ko'ryapman chota. Da, nimcha nitoq ko'ryapman. Короче, akkauntda shu paytgacha bitta ham qoldirmasdan zavi olib kelingan. Mana ko'rishimiz mumkin akkauntni. Qichum mana shunaqa akkaunt ekan. Men bitta narsaga hozir hayron bo'lyapman-da. Bu akkauntlar S2 sezondan boshlab xuddi shu sezongacha bitta ham qoldirmasdan zavi olib kelayotgan bo'lsa, qanday qilib Q8 akkauntda 46 ta zavi bor? Shunisiga men tushunmadim. Agarda bilsanglar, kommentga yozib qoldirsanglar yaxshi bo'lardi. Men bu yerga ko'rsanglar, mana 45 ta turibdi-da. Q8 da 46 dedi. Menimcha Q8 da ham 45 ta. Men bu narsa nima? Men bu narsani menimcha qo'ymagan bo'laman. Istilochi nishoni turibdi-yu, 46 ta bo'lib turishi kerak edi. Mana shu narsani qo'yishmagan. Bilmadim lekin bu narsani. Tak, hozircha shu dunyo bo'yicha eng ko'p zavisi bor 3 ta akkaunt ko'rsatdim. Tak, navbatdagi akkauntni ko'ramiz unda. Navbatdagi akkauntimizni ko'ramiz. Bu akkauntni men bitta narsasiga qo'yib qoldim. Nimaga desanglar, nimasi desanglar, akkauntimiz leveli esa 100-level. Hozir shu paytgacha ko'rgan akkauntimiz leveli 90, 93 shunaqa atrofida edi. Bu akkauntimiz 100-level. Tak, kiramiz. S3 zavisi bor. Tak, akkauntda 45 ta zava opshi.
nima RP'larni bekitib qo'ygan, yana nimasini ko'rsatib bo'ladi. Bu yerda mana albatta kolleksiyasini ko'ramiz. Albatta deb ham. To'xtaylar. Bu akkauntda S2 zavasi yo'q. To'g'rimi? Mana S2 sezon yo'q, S3 turibdi xolos. Tak, demak bu akkauntimizda nima bu yerda unda 48 ta ko'rsatyapti, men shuni tushunmayapman bori. Nu dat uzr. Qaranglar, bu yerda 44 ta zava bor. Mana bo'ldi. Tak, 44 ta zavasi bor akkauntda. Bu akkauntda 44 ta zavasi bor ekan. Bu yerda men tushundim, bu narsa boshqa narsa ekan. Pastda ko'rsak bo'ladi mana. 44 ta zavasi bor ekan. Akkauntimiz hozirda necha to'rtta akkaunt ko'rsatdim. Buni 4-o'ringa qo'yamiz, chunki qolgan 3 tasida 45 tadan zavasi bor. Q8 akkauntda ham 45 ta ekan, men shuni bildim. Men sizlarga bilmasam bitta gapirib qo'yibman bo'ya. O'shani hozir nima unaqa nima yo'q deb hammasini ko'rib, biror aytib o'tay. Q8 da ham 45 ta ekan, qolgan akkaunt ikkita akkauntda 45 ta, bu akkauntda 44 ta. Tak, akkauntimizni endi obzor qila olmas ekanmiz, lekin eng maza ketgan joyi 100 level. Qaranglar-da, 3 ta akkauntda leveli 100 ga chiqmagan, 90 nechidir, lekin S2 dan o'ynalyapti. Bu akkaunt S3 dan o'ynalyapti-da, leveli 100. Ashi zo'r, ajoyib. Tak, navbatdagi akkauntni ko'ramiz. Undan oldin yana bir marta eslatib o'taman. Radnoylar, video shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar va ikkinchi kanalimga ham kirib turib, podpiskani bosib qo'yinglar. Bundan oldingi videomda 40 mingta odam ko'rdi. Atigi 1,5 mingta like. Bunaqa emas, hechqanday 40 mingta odamlar hech yarmi like bo'lsa 20 mingta like bo'ladi. Shunda ikkinchi kanalimga o'tib turib 20 mingta odam shunda podpiska tashlab olsa, вообще zo'r bo'lib ketardi. Menga shunaqangi motivatsiya bo'lardi, ko'proq kontentlar chiqarardim. Tak. Demak, oxirgi akkauntimiz bor bizada. Bu akkaunt agarda hozir ham bo'lganda dunyodagi eng qimmat akkaunt bo'lardi bu bir. Eng zavasi ko'p akkaunt bo'lardi bu 2. Bu akkauntda nima ko'rsatyapsiz, zavasi kam bo'lsa deyishinglar mumkin, lekin bu akkaunt ko'rsatib o'tmasam bu uyat bo'ladi. To'xtanglar, yozib olaylik. 512. Tak, 512 269 986 mana ID'sini ham oldik. Bam! S1 zavali akkaunt, buni juda ham ko'p odam o'zi bildi, bilmaganlar ham bor. Dunyoda faqat bitta dona shunaqa akkaunt. Tak. Bu akkaunt agarda bankga kirmaganda hozir payt dunyodagi eng qimmat akkauntlardan bittasi emas, eng qimmat akkaunt bo'lardi. Hozir misol uchun Q8 bo'lsa, misol uchun endi 100 kolleksiyali akkauntlar hozir 5 ta mi 6 ta. Bunaqa S1 zavasi bor akkaunt dunyoda bitta dona xolos. Tak. Akkauntda mana bitta dona zavasi bor, o'sha ham S1 sezon zava olingan. Bu akkauntimiz eng qizig'i S2 dan o'ynalyapti, S3 dan tak RP solib kelinyapti. Demak, savol berishinglar mumkin, bilmaganlar uchun aytib o'taman. Juda ham ko'p joyda savol bergansizlar. Bu akkaunt S1 sezonni qanday qilib olgan? S1 sezonda o'zi o'yin bo'lmagan-ku, public bo'lmagan-ku deyishinglar mumkin. Tak. Bu akkaunt egasi tak nimasi bo'ladi? Turnir o'ynagan, katta dunyo turniri o'ynaganda, o'sha turnirda prizor degan nima xohlaysan desa, S1 sezon zavasini menga ber degan. Kallasi ishlaganini qaranglar. Bu bilgan, tak turnirda top 1 olganda S1 zava kak ramkasini so'rayapti. Dunyoda hech kimda yo'q. Buni kallasi ishlayapti. Keyinchalik bu akkaunt sotsa anchagina qimmatga sotadi. Bu odam shunaqa qildi. Zavani oldi, akkauntni ozgina o'ynab turib akkaunt sotib yubordi. Buni public razarvochkilar bilib qolishdi va akkauntga 10 yilga ban berib yuborishdi. Mana sizlarga sabab, mana sizlarga javob. Juda ham ko'p odam qiziqqan narsa. Tak. Если что, sizlar ham mana shunaqa takoy Lamborghini'lar, mana shunaqa prokatchkalar olishni xohlasanglar, albatta arzon yuziga murojaat qilinglar, muhimi ishonchli. Ortiqcha gap so'z kerak emas. Yana bir marta eslatib o'taman. Poiska Real PPM deb yozsanglar bo'ldi. Demak, bu akkauntimizni ham ko'rdik. Bu bizani oxirgi akkauntimiz edi. Men sizlarga hozir adashmasam 4 ta akkaunt ko'rsatdim, to'g'rimi? 5 ta ekan, 5 ta akkaunt ko'rsatibman. 3 tasida 45 ta tak zava ramkasi bor. Bittasida 44 ta. Bo'lib, buni hisoblamas ekanmiz. Demak, nima deb o'ylaysizlar? Dunyoda eng ko'p zavasi bor akkaunt endi hozir qaysi biriga aytib beramiz? Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'ringa.
uni bilmadim. Sizlar albatta fikringizni yozib qoldiringlar, chunki hammasida teng. Bittasida 44 ta zarvasi bor. Nima deyishni ham bilmayman, albatta fikringlar men uchun qiziq. Masalaga hozir dunyodagi bunday deb qo'yaylik, top 4 ta zarvasi ko'p akkauntlarni ko'rsatib berdim. Endi o'zingizlar ajratib olasizlar, qaysi biri top 1 da turadi, top 2 da turadi shularni. Tak, unda perxod qilamiz. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Real PUBG bo'ldi. Videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, menga podдержка qilib, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha keyingi videoda qanaqa kontent bo'lishini xohlaysizlar. Albatta izohlarga, kommentlarga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar.